Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Durus birinchi kitob Ad-Darsu Tasi'u 9-chi dars 47-48 betga to'g'ri keladi. Man hadha ar-rajulu? Bu kishi kim? Huwa Abbasun. U Abbos. Huwa zamir munfasil. Bu yerda hadha ar-rajuluga qaytadi. Ya'ni u kishi Abbosdir ma'noda. Abbasun tajirun. Abbos tijoratchi. Abbasun tajirun g'aniyun. Abbos boy tijoratchi. Bugungi darsda o'rganadigan qoidamiz an-na'tdir. Yuqoridagi misolga nazar solsak, hada kitabun, bu kitob. Hada gap, u haqida bormoqda. Gapning egasi mubtada, kitabun kesim mubtada haqidagi xabardir. Ya'ni bu kitobdir deb xabar bermoqda. Keyingi misolda ham hadihi sa'atun, bu soat. Hadihi gap, u haqida bormoqda. Gapning egasi mubtada, sa'atun hadihini xabari bo'lib, u haqida soat ekanligi bilan xabar bermoqda. Endi ayni shu ikki ismga jadidun yangi kalimasini qo'shib, hada kitabun jadidun, bu yangi kitob desak, jadidun bu yerda na'at bo'ladi. Na'at nahu fanida kelgan asl ta'rifi biz o'rganayotgan bu bosqichga murakkab bo'lganligi bois yengilroq va boshlang'ich o'quvchiga muvofiqroq ta'rif bilan o'rganib turamiz. Na'at nima? Na'at u tobe, xoslovchi sifat yoki izohlovchi sifatdir. Mana bu ta'rifda kelgan har bir so'zni sharhlab tushunishlikka harakat qilamiz. An-na'at avvalo tobedir. Tobe degani o'zidan oldingi ismga ergashib keluvchi deganidir. Yuqoridagi hada kitabun jadidun, bu yangi kitob. Bu misolga qarasak, jadidun bu yerda na'atdir va na'at o'zidan oldingi kitabun ismiga ergashib uning ketidan kelmoqda. Shuningdek, hadihi sa'atun jadidatun, bu yangi soat. Bu misolda ham jadidatun na'at o'zidan oldingi sa'atun ismiga ergashib uning ketidan kelmoqda. Demak, tobe degani o'zidan oldingi ismga ergashib uning ortidan keluvchi deganidir. Jadidun na'at ergashib keluvchi ism, kitabun ergashilgan ismdir. Na'at u tobedir va xoslovchi sifatdir. Xoslovchi sifat degani agar ergashilgan ism nakira bo'lsa, na'at uni xoslaydi. Biz nakira va ma'rifa haqida 3-darsning 2-qismida o'rgangan edik. Yodidan ko'tarilganlar o'sha darsga qaytib murojaat qilib olsin. Ta'rifda nima deyilmoqda? Agar ergashilgan ism nakira bo'lsa, na'at uni xoslaydi, ya'ni xoslovchi sifat bo'ladi na'at. Hada kitabun, bu kitob. Hada mubtada, kitabun xabar va nakira. Kitobning bir qancha sifatlari bo'lishi mumkin. Eski kitob, yangi kitob, katta kitob, kichik kitob, foydali kitob, foydasiz kitob, qimmat kitob va arzon kitob va hokazo. Endi hada kitabun jadidun, bu yangi kitob deb jadidun na'tni olib kelgan vaqtimizda yuqoridagi ehtimoliy sifatlardan kitobni yangi ekanligi bilan mana bu na'at xoslab qo'yadi. Ya'ni yangi kitob deb. Demak, na'at tobe o'zidan oldingi ismga ergashib keluvchi va o'sha ergashilgan ism agar nakira bo'lsa, na'at uni xoslovchi sifatdir. Ammo na'atdan oldin kelgan ergashilgan ism ma'rifa bo'lsa, na'at uni izohlovchi va bayon qilguvchi sifat bo'ladi. Buni keyingi darslarda o'rganamiz. Ergashib kelgan ism na'at deyiladi. Ergashilgan ism esa man'ut deyiladi. Masalan, yuqoridagi hada kitabun jadidun, jadidun na'at, kitabun man'ut. Hadihi sa'atun jadidatun, jadidatun na'at, sa'atun man'utdir. Na'at man'utga 4 ta narsada ergashadi. Birinchisi i'robda, ikkinchisi nakira va ma'rifalikda, uchinchisi muzakkar va muannaslikda, to'rtinchisi adadda. Birinchisi i'robida. I'rob haqidagi to'liq ma'lumotni kitobda o'z o'rnida kelgan joyida o'rganamiz, ammo hozirgi bosqichga harakat deb olsak, hada kitabun jadidun na'at man'utga harakatida ergashmoqda. Kitabun dommalik, jadidun ham man'utga ergashib dommalikdir. Hadihi sa'atun jadidatun, sa'atun man'ut dommalik, jadidatun na'at ham sa'atunga ergashib dommalikdir. Ikkinchisi na'at man'utga nakira va ma'rifalikda ergashadi. Agar man'ut nakira bo'lsa, na'at ham nakira bo'ladi. Agar man'ut ma'rifa bo'lsa,
Na'at ham ma'rifa bo'ladi. Hada kitabun jadidun misolida kitabun man'ut u nakiralik holda, jadidun na'at man'utga ergashib nakira holda kelgan. Hadiki sa'atun jadidatun sa'atun man'ut nakiralik, jadidatun ham man'utga ergashib nakira holida kelgan. Uchinchisi, na'at man'utga muzakkar va muannaslikda ergashadi. Agar man'ut muzakkar bo'lsa, na'at ham muzakkar bo'lib keladi. Agar man'ut muannas bo'lsa, na'at man'utga ergashib muannas holda keladi. To'rtinchisi, na'at man'utga adadida ergashadi. Biz adadlardan faqatgina mufratni, ya'ni birlikni o'rgandik. Hada kitabun jadidun misolida man'ut mufrat birlik ko'rinishda kelgan. Shuning uchun ham na'at jadidun kitabunga ergashib birlik ko'rinishda kelgandir. Hadihi sa'atun jadidatun misolida ham man'ut mufrat birlik ko'rinishda kelgan. Jadidatun na'at ham man'utga ergashib birlik mufrat ko'rinishda kelgandir. Xulosa, na'at u tobedir, o'zidan oldinga ergashib keluvchi ismdir. Ergashilgan ism nakira bo'lsa, na'at xoslovchi sifatdir. Ergashuvchi ism na'at deyiladi, ergashilgan ism man'ut deyiladi. Na'at man'utga 4 ta narsada ergashadi. E'robida, nakira va ma'rifalikda, muzakkar va muannasligida, adadida. Kitobda berilgan misollar: Abbasun tajirun, Abbos tijoratchi. Abbasun tajirun g'aniyun, Abbos boy tijoratchi. G'aniyun na'at, tajirun man'ut va man'ut tajirun nakira bo'lganligi uchun na'at bu yerda man'utni xoslab kelmoqda. Chunki Abbos tijoratchi deyilganda, tijoratchi boy ham bo'lishi mumkin, kambag'al ham bo'lishi mumkin, mashhur yoki g'ayri mashhur, sahiy yoki baxil va shu kabi ehtimoliy sifatlar bo'lishi mumkin. Endi unga na'atni g'oniyunni olib kelgan vaqtimizda o'sha ehtimoliy sifatlarning ichida u boy tijoratchi ekanligi bilan na'at man'utni xoslab qo'ymoqda. Hamda na'at man'utga 4 ta narsada ergashmoqda. Birinchisi, e'robida tajirun oxiri dommalik, g'oniyun oxiri dommalik. Ikkinchisi, nakiralikda tajirun man'ut nakira, na'at ham g'oniyun nakira. Uchinchisi, muzakkarligida ergashmoqda. Tajirun muzakkar ism, man'utga na'at ergashib, u ham muzakkar holda g'oniyun bo'lib kelmoqda. To'rtinchisi, adadida, chunki man'ut mufrat ism, na'at ham unga ergashib mufrat birlik holda kelmoqda. Hamidun mudarrisun, Hamid mudarris. Hamidun mudarrisun jadidun, Hamid yangi mudarris. Jadidun na'at, mudarrisun man'ut. Man'ut nakira bo'lganligi sababli na'at man'utni xoslab kelmoqda. Chunki mudarris yangi yoki eski, yosh yoki qari, tajribali yoki tajribasiz va shu kabi ehtimoliy sifatlar bilan sifatlangan bo'lishi mumkin. Endi biz na'atni jadidunni olib kelgan vaqtimizda mudarrisni o'sha ehtimoliy sifatlarning orasida yangi ekanligi bilan xoslamoqda. Hamda na'at man'utga 4 ta narsada ergashmoqda. Birinchisi, e'robida mudarrisun dommalik, jadidun ham dommalik. Nakiralikda mudarrisun nakira, jadidun ham nakira. Muzakkarlikda mudarrisun muzakkar, jadidun muzakkar. Hamda adadida mudarrisun mufrad, jadidun mufrad. Ma hada, bu nima? Hada tuffahun, bu olma. At-tuffahu fakihatun lazizatun, olma lazzatli meva. Lazizatun na'at, fakihatun man'ut. Man'ut nakira bo'lganligi bois na'at man'utni xoslab kelmoqda. Ya'ni chunki meva lazzatli yoki nordon, katta yoki kichik, pishgan meva yoki xom, qimmat yoki arzon va shu kabi ehtimoliy sifatlarda bo'lishi mumkin meva. Endi lazizatun na'at kelgan vaqtda o'sha ehtimoliy sifatlardan mevani lazzatli ekanligi bilan xoslab qo'ymoqda. Hamda na'at man'utga 4 ta narsada ergashmoqda. Birinchisi, e'robida, chunki fakihatun man'ut dommalik, na'at ham dommalik. Ikkinchisi, nakiralikda, chunki fakihatun nakira ism, lazizatun ham nakira ism. Uchinchisi, muannaslikda, chunki fakihatun man'ut muannas ism, na'at ham unga muvofiq tarzda muannas holda kelmoqda. To'rtinchisi, adadida, chunki fakihatun man'ut mufrad,
na'at unga ergashib mufrat holda kelmoqda. Ma zalika ana u nima? Zalika usfurun ana u chumchuq. Al usfuru toirun sag'irun chumchuq kichik qush. Sag'irun na'at, toirun man'ut. Toirun nakira bo'lganligi uchun na'at man'utni xoslamoqda. Chunki toirun qush katta yoki kichik, uzun yoki qisqa, tez uchar yoki tez uchmas va shu kabi ehtimoliy sifatlarda bo'lishi mumkin. Endi sag'irun na'at kelib, uni o'sha ehtimoliy sifatlarning ichida kichkina ekanligi bilan xoslamoqda hamda na'at man'utga 4 ta narsada ergashib kelyapti. Birinchisi i'robida man'ut dommalik, na'at ham dommalik. Ikkinchisi nakiralikda man'ut nakiralik, na'at ham nakiralik. Uchinchisi muzakkarlikda man'ut muzakkar, na'at ham muzakkar. To'rtinchisi adadida man'ut mufrat birlikda kelmoqda, na'at ham unga ergashib mufrat birlikda kelmoqda. Al arabiyyatu lughatun sahlatun. Arab tili oson til. Sahlatun na'at, lughatun man'ut. Man'ut nakira bo'lganligi uchun na'at uni xoslab kelmoqda. Ya'ni chunki til oson til, qiyin til bo'lishi, so'zga boy til, so'zga boy bo'lmagan til, mashhur yoki mashhur emas, qadimgi til yoki yangi paydo bo'lgan til bo'lishi mumkin. Shu kabi ehtimoliy sifatlarda bo'lishi mumkin. Endi na'at sahlatun kelib, u tilni oson ekanligi bilan xoslab qo'ymoqda va na'at man'utga i'robida ergashmoqda. Man'ut oxiri dommalik, na'at unga ergashib, u ham dommalik. Man'ut nakira, na'at ham unga ergashib nakira holda. Man'ut muannas, na'at unga ergashib muannas holda kelmoqda. Man'ut mufrat holda, na'at man'utga ergashib u ham mufrat holda kelmoqda. Keyingi misolda esa al arabiyyatu lughatun jamilatun. Arab tili chiroyli til. Bu misolda xuddi al arabiyyatu lughatun sahlatun kabi, faqat bu yerda arab tilini u chiroyli til ekanligi bilan xoslamoqda. Man anta sen kimsan? Ana talibun men talabaman. Anta talibun jadidun sen yangi talabamisan? Na'am ana talibun jadidun ha men yangi talabaman. Savolda ham va javobda ham jadidun ikkalasi ham na'at, savolda ham va javobda ham tolibun ikkalasi ham man'ut. Man'ut nakira holda kelmoqda. Shuning uchun ham jadidun na'at nakirani xoslab kelmoqda. Chunki talaba deyilganda u yangi talaba yoki eski talaba, uzun talaba yoki qisqa talaba, odoblik talaba yoki odobsiz talaba, tirishqoq talaba yoki dangasa talaba va shu kabi ehtimoliy sifatlarda bo'lishi mumkin. Endi na'at kelib o'sha ehtimollardan yangi talaba ekanligi bilan xoslab qo'ymoqda. Hamda bu ikki misolda ham na'at man'utga 4 ta narsada ergashib, i'robida man'utning oxiri dommalik, na'at unga ergashib u ham dommalik. Man'ut nakira, na'at unga ergashib nakira holda. Man'ut muzakkar, na'at unga ergashib muzakkar holda. Man'ut mufrat holda birlikda, na'at unga ergashib mufrat birlikda kelmoqda. Ammarun talibun mushtahidun va mahmudun talibun kaslanu. Bu misolda keyingi darsda o'rganamiz inshaalloh. Demak, biz bugungi darsda na'atni o'rgandik. Na'at u tobedir, o'zidan oldingi ismga ergashib keluvchidir. Ergashilgan ism agar nakira bo'lsa, na'at uni xoslovchi sifatdir. Ergashuvchi ism na'at deyiladi, ergashilgan ism esa man'ut deyiladi. Na'at man'utga 4 ta narsada i'robida, nakira va ma'rifaligida, muzakkar va muannasligida va adadida ergashadi. Keyingi darslarda ko'rishguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.